的刀片正中了，身后还是蜃楼不停灼烧。之间的结局值得依靠，心中的人亘古的煎熬，都忘不了这过往纠缠围绕。无愧无悔，无怨无畏，颠倒的黑白，又得到机会，不知归途，不知后退，将梦想捍卫。就任那独行的人在荒野奔跑，用企图相遇去永恒这依靠。一次次一遍遍溃散浮生阴阳，放手破天高，就踏破洪荒直破云霄。Osmondagi janglar 79-qism. Oqsoqolning Shandran asosida tupragini o'g'irlab, shahardan qochib ketib bir nechta chalg'itish uchun bir nechta qo'lon qo'ydi va hech kim haqiqiy tanasini qayerdaligini bilmas edi. Sening transatsiya tupragini ta'qib qilib, Yunshanning haqiqiy harakatlarini to'g'ri narsani sezdi va yolg'onni shubhaga tushdi. To'liq qidiruvdan so'ng uning haqiqiy tanasini topdi. Bu yerda Hanfeng Motianxin va boshqa odamlar bilan uchrashdi. O'lish kerak bo'lgan odam Hanfeng payani paydo bo'ldi. U yana ustozini o'ldirgan qo'yinni uchrash demak, bu jang muqarrar edi. Qo'yin, nega hali ham tiriksan? Hamma sizga rahmat, o'g'lim. Agar siz bo'lmaganingizda bu darajaga erishishim qiyin bo'lardi. Yo'yin haq edi. Bu safar men sizning joningizni tanangizdan yirtib tashlamay o'limdan battar qilib nima ekanligini bilib olasiz. Ruhlar zali. Nega men sizning tanangizda o'sha jonni aurasini his qilmayapman? To'g'ri, deyarli men unutdim. Bu cho'lar qachon ruhlar zalini changalaga tushib qolgan. Siz uni nima qila olasiz deb o'ylagandimi? Lekin mana bu cho'lar doimgidek ko'r bo'lib qolgan ekan. Hanfeng, agar men sizni yuraksiz o'yinni o'ldirmasam, men suygan odam bo'lishga loyiq emasman. Men sen bilan yosh albatta jasur, lekin meni o'ldirishga kuchingiz yetmaydi deb qo'rqaman. Sizningcha bu cholning kuchi yetarlimi? Men buni faqat o'lmagan, balki do'zax darajasiga chiqishga muvaffaq bo'lganini kutmagan edim. Biroq sizni bir marta o'ldirishga muvaffaq bo'lganimiz uchun ikkinchi marta ham o'ldira olamiz. O'z maqsadiga erisha olgan yovuz odam kabi harakat qilmang. Rajoq savol, nega bu yerdasiz? O'lik guruh qulonlar tarqab ketdi va men qidirgan izlar bo'ylab shoshildim. Menga vaqtlar jirtganingiz uchun barchangiz uchun rahmat. Siz qocha olmaysiz. Unga ergashing. Qo'ying. Meni transatsiya tupragini ber.
bir mütakassi varisidan kutilgandek. Siz haqiqatan ham kuchlisiz. Afsuski bugun hech qayerga qochib qutula olmaysiz deb qo'rqaman. To'rt o'zim haqiqatan ham muammo. Altidan bu tranzonsiya so'laklari chol uchun nasib etmaganga o'xshaydi. Mayli. Lekin uni qanday ta'minlashingiz menicha juda qiziq. Chol, siz hammangiz ahmoq qilib o'ylayapsanmi? Men olaman cho'kibim menda. Ehtiyot bo'l. Sizlar haqiqatan ham bir to'da ahmoqsizlar. Sioyan, uni haqiqiyligini tekshir. Xo'p. Bu odam haqiqatan ham tranzonsiya tuprigini tashlab yubordimi? Qanday bo'lishi mumkin? Tagni o'chirib tashladingizmi? Tranzonsiya speedni belgilagingizda tan olganingizda meni uni qabul qildim deb o'ylaysizmi? Endi bu choldan oladigan hech narsa qolmadi. Men jang qilishni xohlaysizmi yana? Men ketdim. Keling kutamiz va ko'ramiz, lekin hozircha men bularni barchasi uchun ketaman. Yo'g'on ehtiyot bo'l. Janob Mo. Shunchaki tomosha qilasizmi? Bosh Mo haqiqatan ham siz bilan hujum qilmoqchimisiz? Agar siz tugatganimdan so'ng uzoqroq tursangiz, Yugen sizga ajdodlarning tabletkasini beradi. Mazabra Mo, birodar, e'tiqodini aldamang. Bu ikki tomonlama dozing darajasidagi narsalarni, va'dalarni bajarishdan bosh tortsa-chi, nima qilasiz? Ey Mo, menga ishonmaysizmi? Men hozir tabletkani berishim mumkin. Siz nima deb o'ylaysiz? Bosh Mo. Bu to'g'rimi? Bu rostmi? Agar meni ham sizga yo'qolgan gapirsam, bosh Mo vodiysiga qo'shinlarni shaxsan o'zim borishni bilaman. Mayli, bu safar sizga ishonaman. Umid qilamanki, bu cholni aldamagansiz. Aks holda Bosh Mo o'yinni nishonlariga qaror qilganga o'xshaydi. Men taklifimni qaytarib olaman. Uning shartlari tavakkal qilishga arziydi. Bunday holat ko'ra ko'ring. Voy chol, oradan ko'p yillar o'tdi. O'shandan beri siz ozgina bo'lsam rivojlanganga o'xshaysiz, lekin bilib olingki, men sizga kutilmaganda qudratli eliksir imperatorining tushunib bo'lmaydigan darajasi odam va sharpa bo'lish uchun darajani ko'chirib qoldi. Xo'sh, buni ko'ramiz. Bu ikkisi meniki, ziyon, o'ti. Qayerga ketyapsiz? Siz biznikisiz. Biz boshliq Sionning yuksak obro'si haqida ko'pdan beri eshityapmiz. Bugun Traymon siz bilan jang qiladi.
Sizning fraksiyangiz faqat orqadan uradi, to'g'rimi? Eng yaxshi mahoratingizni ko'rsating. Boshsiyovda zo'may alanga borligini eshitdim. O'g'iz qizlik hayotni o'zgartirish alanga sizning alangangizdan kuchliroqmi yoki yo'qmi? Birodarlar, boshlaymiz. Bu olon yaratish texnikasimi? Uning harorati samoy alangaga yaqin ekan. Ammo hech qachon undan oshib ketmaydi. Siz uchovingiz oloni qo'shilishi sizni dushman oldida ranjitadi shekilli. Oloni yaratish usul hayotni o'zgartirish oloviga qo'shilishi haqiqatdan ham tanamizni yo'q qiladi. Biroq translyatsiya tupragini olish uchun munosib narx. Bu alanga hayotni o'zgartirish alangasimi? Oloni yaratish texnikasi haqiqatdan ham noyob. Biroq bu samoy alangaga mos kelmaydi. Samoy alangan uchta silli o'zgarishi. 3 kishiga qarshi yolg'iz kurashishingiz uchun siz qattiq ishlashingiz kerak bo'ladi. Biroq siz o'zingizni oshirib yubordingiz. Kimni kuchliroq ekaningizni keling bilib olamiz. Bu jang ideal yakunlanganga o'xshaydi. Yana bir marta. Bu olov juda qiziq ekan. Biroq u ham juda zaif. Ularning olovi bo'linishiga qodirmi? Bu qaziqundan yordamida Fire Mentor'ni ishlab chiqish qanday ekan? Darvoza ustasi yo'q, ehtiyot bo'l. Olovli Phoenix. Ular hatto olovni shakllantirishga qodir. Bu Phoenix tanasida saqlanib qolgan barcha hayotni o'zgartirish olovmi? Bunday shunday ekanki, men uni tanlashini ravishda olishim ham mumkin. Darvoza boshlig'i Siyov, Phoenixni sizning samoyolongizga qarshi tura oladimi? Keling ko'ramiz. Bu sizning kuchli mahoratingizmi? Bu Siyovga qarshi Phoenix to'liq kuchini his qilishga imkon beramiz. Sizning hayotingizni o'zgartirish olovini sizga tusha boshladi. Qurbonlik olovi. Bu oldingi. Ularning fraksiyasini olov usuli haqiqatan ham zo'r. Ular o'zlarining olovini keskin kuchaytira oladilar.
to'xta. Janob, keling Feniksni chiqarib yuboramiz. Bratni alangasi juda dahshatli va Feniks uni davom eta olmaydi. Orqaga. Buni yana sinab ko'rasizmi? Bu hayotni o'zgartirish olovi men uchun o'zim olaman. Ol. Sovg'a uchun rahmat hammangizga. Sevgan bunday sovg'ani mamnuniyat bilan qabul qiladi. Darvoza boshlig'i Siyovni alangasi chindan ham hayratlanadi. Bu uch kibarlik edi. Bu bizning olovimiz siz uchun foydasiz. Bu haqiqat nima deyish uchun Siyov olovini bizga qaytaring. Bu chozlik bilan chekinishga va'da beradi va buning o'zgartirish jangini sizga aralashmaydi. Nima deb o'ylaysiz? Birinchi Wolfgang, hozirgi vaziyatda chekinish yoki chekinmaslik muhimmi? Siz jinni bolani yuratishga jur'at etasanmi? Birodarlarim, uni o'ldirish kerak. Jigarlarim, men sizlarni albatta qasos olaman. Men vodiy boshiga qaytaman va Siyov darvozasini butunlay kesib va bu yerdan qit'adan yo'q qilaman. Agar siz tashlab ketilgan o'rtoqlaringiz bilan birga jang qilganingizda men o'ldirishim qiyin bo'lardi. Afsuski bu yerda noto'g'ri hisobladingiz. Hanfeng. Xo'jan. Mana do'stlar, bu anime ham o'z nihoyasiga va yetdi va keyingi qismlarda ko'rishguncha deb qolamiz. Ovoz berishda ishtirok etdi Muhammad. Taymingda esa Lazizbek.记忆在沉